Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Korpus bo'ylab sovutadigan 3 eshiklik xolodilnigimizdan ikkitasini sinov jarayoniga qo'ydik. Marg'ilon shahridan mijozimiz tort va pirojnilar uchun so'raganlar, tekshirib jo'natib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Kanalimiz a'zolari, mana sinov jarayoniga qo'ygan 2 xolodilnigimiz sinov jarayoni yakunlandi. Sinovdan juda ham yaxshi o'tdi. Mijozimizga Marg'ilonga jo'natib beramiz. -6 gradusda. Tort va pirojni, go'sht, sut mahsulotlaringizni quritib qo'ymay, juda ham sifatli saqlaydi. Ekonom motor bilan jihozlangan. Inshaalloh kimga sifatli uskuna va xolodilniklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizlarni kuzatishda davom eting, sog' bo'linglar. Hurmatli kanalimiz a'zolari, kecha sinovdan o'tkazgan 3 eshikli korpus bo'ylab sovutadigan 2 ta xolodilnigimizni Marg'ilon shahridagi mijozimizga jo'natib yuboryapmiz. Kimga sifatli xolodilnik va uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bo'ldi o'sha. Assalomu alaykum aka, mana Xudo xolasa tovarlaringiz yetib keldi. Inshaalloh tushirib oldik. Katta rahmat, salomat bo'linglar.